Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatida bo'lib turibdi. Kecha davlatimiz rahbari sanoat, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida ishga tushirilgan yangi obyektlar, yirik transport infratuzilmasi va shaharsozlik loyihalari bilan tanishdi. Prezidentimiz bugun hududni kompleks rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilayotgan yig'ilishda ishtirok etib, qator ustuvor vazifalarga e'tibor qaratmoqda. Yig'ilishda viloyat faollari, yoshlar, turli soha vakillari ishtirok etmoqda. Davlatimiz rahbari o'z nutqida Xorazm nafaqat o'tmishdagi shon-shuhrati bilan, balki yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi muhim qon tomirlarimizdan biri ekanini ta'kidladi. O'tgan vaqt davomida hududda salmoqli ishlar bajarildi. 2024-yili 7000 yangi tadbirkor ish boshlab, 47 ta korxona kichikdan o'rtaga o'tgan. Olib borilgan tizimli ishlar tufayli 290 mingdan ziyod aholining bandligi ta'minlangan. Prezidentimiz katta o'zgarishlarga qaramasdan viloyatda samarali hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab vazifalar borligini ta'kidlab, bir qator muhim masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Viloyat rahbariyati 13 ta tuman hokimi har bir imkoniyatni loyihaga aylantirib, yangi ish o'rinlari yaratishi, sanoat, servis, turizm, qishloq xo'jaligi, eksport salohiyatini yanada oshirish, ijtimoiy soha va infratuzilmadagi muammolarni hal qilish uchun qat'iyat va mas'uliyat bilan harakat qilishi shartligi ko'rsatib o'tildi. Viloyatda jami 263 ta madaniy meros obyekti mavjud. Bundan samarali foydalanib, turizm xizmatlarini tashkil etish maqsadida O'zbekiston tarixchilar jamiyatining Xorazm bo'limi faoliyati davlat byudjetidan ta'minlanishi belgilandi. Mutasaddilarga chet eldan tajribali arxeologlarni jalb qilib, tarixiy obidalarni aniqlash va tiklash bo'yicha amaliy ishlarni boshlash topshirildi. Viloyatda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun ham katta salohiyat borligi ta'kidlandi. Arda Xiva majmuasiga viloyatlardan bittadan restorator olib kelish, Xiva shahrining Mevaston va Gazchi mahallalarida bir necha restoranlardan iborat ikkita zamonaviy food court tashkil qilish muhimligi qayd etildi. Milliy taomlarimizni xorijda tanitayotgan restoratorlar qo'llab-quvvatlanadi. Mutasaddilarga xorijda o'zbek restoranlarini tashkil qilishda ro'yxatdan o'tish, ruxsatnoma va faoliyatini yo'lga qo'yish bilan bog'liq xarajatlarning bir qismini qoplab berishni yo'lga qo'yish topshirildi. Mevaston mahallasida 6 gektar yerda hunarmandchilik markazi tashkil etiladi. Har yili hunarmand shogirdlarni tayyorlashga 1 milliard so'm ajratib boriladi. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.